Qayışyalik pat dep yetişip durdu dep soralsa, endi jihlarimiz şu Qashqarliklar g'uljiloq dep javob beramiz. Endi qandaqdir bu gapni ya men ya siz dep bag'an gap emas. Bu şu amaliyotda uyg'un ishlar, to'g'ridu? Mayli bu Qashqarliklar g'uljiloqning parini zo'pinada bo'lsin va yoki pigninchilarda bo'lsin ish qilib, baliki ba. Ya Qashqarlik g'uljiloqni birim deb qo'ydi, ya g'uljiloq Qashqarlikni birim deb qo'ydi, shuning bilan yok vicdanlar örlep ketip oturlukta şu gap içiş bulup gitti bu torda. Doğrudu. Muşkaytta muaçit ötküzgen futbol musabakası, Qashqarda ötküzgen futbol musabakası doğruluk mu? Qashqarlik g'uljiloqni birim deb, g'uljiloq Qashqarlikni birim deb qolgan shariklar ishnim demsa. Ashta bo'lib ketdi go. Endi bu bir amaliyat. Men endi bu to'g'riliq ishnim demasam bo'ladi chunki mening yerimim Qashqarlik, yerimim g'uljiloq. Endi bu nimishki buna deysiz? Siz Qashqarlikdimiz go, nima yerimiz g'uljiloq bo'lib qoldi deyishinglar mumkin. Endi ba'zilar o'qimaysizlar, men 2018 g'uljiq kelgan. 2018 dan 2021-yilgacha 3 yil men mush g'uljiq tug'an, maktabda o'qigan. Endi rizqim müştamikemi deyman, o'ttirliqdan de oldi keyni 5-6 yildan keyin yana rizqim tushib mishak to'y qilib keldim. Endi yerimim Qashqarlik deyishimga sabab men Qashqarning ninnidim, sunishdim, Qashqarda o'sib yetildim. Endi yana yerimim g'uljiloq deyishimga sabab, endi g'uljilar mishta uylanib tutdim, to'y qildim. Endi keyingi avlodlarim bilan mishada yashayman. Chunki ana do'sa xotin shu yerda to'g'di. Shunglashgan men yerimim Qashqarlik, yerimim g'uljiloq deb javob beryapman-da. Endi bu gaplarni nimaga deb qoldingiz desanglar, degan kichikgina oldimga uchirgan bir ta'sirlik ish meni Mark Zopini tartishga majbur qildi. Endi nima ish olgan diye desanglar, degan mavud yo'lchimning yaqin bir do'stining to'yi ekan. Shunga o'ttirliqda degan u bal bardigan bo'lib qoldi. Endi ki menim ep baraydi dedi. Men o qizlar tarafdan hech kim tonimayman. O tonimaydigan to'y qilib bu yerda bo'long deya qarab turishdim, o'ta azap yo'q. U kunlardan sizlarni saqlasin. Yo'l dishidan boshqa, iliq tonish yo'q, to'yga berish endi hisobda bek azap ishchi endi berib baqalab qizlar. Men undan kunlarni nechini beshimda o'tkazdim. Bugun hamda ham ma'amildor vaqtda adamning chiqib bir yerga bag'iz kelmayotgan. Shunglashqa bo'ldi, siz berib keling, men bormasam biraz xapolab ketmagan deb u bani yo'liq sep qo'yib. Endi tushkicha uyda o'tirib shunda berib qarasam, yaksam ekan. Şuna bir teşhis çıkıp göremdim ya deb işlerimde tügütüp teşhis çıktım bir dostum bilen deyişip koyup. Şuna o dostum bilen bazardan piqirap bir akır neslen ilip. Endi qarsak saat 4-5 bo'lib qaptı 5-6. O dostum men de tamak etitken. Men de yenip kelip hem de yolçum kelgich uyda saqlap turay deb o dostum bilen xo'shlashib uy tarafga menib bunda qarsam qatto yaymilab ekan. Şuna bunda qarsam gangini men amraq meyvechiylardan. Şuna bir meyve ivalaycımı aşağı uçuyuna şu Çavşı desem falan pul kaldım. Ben şu yayınladım şu arkadaşlarını kolla kaçkından bir app koymandım. İğiyoz kötüremedi. Kolamda lıkkı nesi attı. Şimdi sana karab teklanam. Matik bir kısmı. Muşlarının hemmisini ben bir aldım. Elip muşların resmini kötürep. Bunda o karısam bir karbaylık meğer sık bir akaş varken. Hem de dadam dese kişerek okşaydı hesapta akaşken. Şondan odalama şakaşdan qışık badım bir kimilik miya kel degan deklam. Nurg'un baqalan arstin. Kelip yaxshi maka deplam qo'lam degan ichib ketdilik ma dayzim ko'tarib, barmoqlarim qizirib ketgandi. Endi uruklarni tanlab bo'g'icha, endi turib qolaman go deb yaga qo'ydim men. 7-8 dayizni. U dayizni pechina, bu dayizni girim bo'yim aynan aslabatdi-da. Shundan yaxshi saqam bu dedi. Shundan qanchadan badingiz sen uruklarning pulini degan bo'ldi. O'zim tanlabasam bo'lamdi aka dedim. Buldu saqam tanlabini deb dayzim badi. Tanlab o'tliqda endi jiqma ammaptimi? Mushuni aptimi? 10 koyga. Mana mush urukning vaqasida hozir. Shuna ilib 10 so'mlik bo'pti, saqam degan tem ma'qul rahmat deb pulni etib, yak ingishkinimni uqaman. Akam mendan burun ingishib, 6 xaltini mening qo'lim tutquz bo'ldi. Qarsam sizga apsizga saqam deb. Men qarsam ko'ynakdan ilib mening amaldorligimni bilib apti akam. Bilib oldim ingishib, 6 tal daysini apadi. Shunchalik ta'sirlanib ketdim ishensanglar, rostlam. Bu ko'ngil degan ashundan narsa ekan. Men degan men qudayzini men bergan tem akam ashkar qarab tas qoldim yig'lab ketgili. Rahmat akamda qilmasangiz bo'ldi desam, yo'q, saqam qarsam ingish sizni qulaysizga, elim qo'llaringiz og'rib ketibdi. Shundan birak baramdingiz, ya, u bu deganda uy qaytgan temaka rahmat deb shundan 10 so'mlik bir oldim, jixnasamdim, oshinchilar qilganda ko'zlarimga issiq yosh kelib ketdi. Amaliyotda bu ishlarni atrofimiz nurg'un bo'lishi mumkin, lekin mening atrofim tunjiqtim yuz berishi. Men amaldor bo'lib, endi tunjiqtim bozorga chiqib, tunjiqtim menda bir ishga yo'liqishim. Shunchalik xo'shib ketdim rostga qilsam. Endi bunda deganlik endi mush ishga ta'sirlanib ketib, g'uljilik turib kelib deb o'ylashinglar, o'ylamasliklarini umid qilaman. Bugun men faqat mush oddiy kallamda o'ylig'unimni deb chiqdim-ku. Endi to'r degan ko'pchilikning, og'iz degan ko'pchilikning tutib olmaydi. Qaysi odamning uchun madaniyat seviyasi qanchalik bo'lsa o'ylashim shu yerga bordi. Shundan aka deb xo'shlashgan bo'pti. Men keynimga pat-pat ishga chiqib qarab qo'ydim. U aka mening qarqinimni bilmadi. U akam josma zopin tatqinimni bilmadi. Shundan keynim qarab ketdim. Yeb pul olganmisam ashurikning amin olaman ke deb. O'tliq qarang bo'lib ketdi. Qirsam jig'mi satmabdi urkini. Shunchalik yaxshi odamlar ham bor atrofimizda rostdan. Mayli Qashqarda bo'lsin, mayli G'uljida bo'lsin. Rast u yadini yana qo'lam liqqida raysib ketdi. Ko'zim to'ymay meningcha. Anag'im keldi, yana manag'im keldi, ko'zim to'ymay mishta turib ketdim. Turib ketsam oldimda bir cho'z keldi. Ish qilib nima ish qilgan yaxshi ishim qilgan, mishta yaxshilan uchiqib ketdiki deb ketdim degan. Qarsam bir cho'z to'xtadi. To'xtadi, adam barkan men to'smadim chunki ko'ngchi deb yo'qkanda. Shundan to'smasam o'zi to'xtab oldi deb chiqib qoldi.
Ma kızına prite, endi golcılık asasen bibisin sen deyişiyordu. Hem değil ki golcılık kesen sen de bas köngülük amma la men burun bek köngülüm galattım dik hazır vay sen de paran şey vermez. Ma kızına prite qarsam qusqud bayka qoludlik qid näsle bayka degende şunda qarab bayran qaldım. Men qaysqa yaşlığımga şunda adamlar uçuraydı manga dep. Men çoğutusanmay turup qalganda ya qollarim degen qo'yay desem çeçilip ketdi bu meyveler. Qo'ymaysam qollarim degen qizdirib bazırım qızıl. Aşta qilgan teş bilan hayran qaldım. Ras hoşup ketdim. Kichikini içtin. Şundan hoşup men anadiki vay boldi içkisi yok men özden başka maşin tosap ketiveray sizin yolunuzdan qo'ymay desem u bala qat'iy unumadi. Unumaylam ishni ichiblam mashina qanday chiqib qolganini uqmayman kaynigilam chiqib qopti men shundan. Adresingiz tanga bo'ling sizin apirvasun degandi. Shundan shu gangachiq adresimni deb bergan bo'ldim. Anadiki shu purustam shu uyamning adres bo'yicha ham shovchining oldiga akab qo'yib, shundan darvoza tarafga mangdidan vay boldi aka men misha chiqasam bo'ldim. Uyam yiroq emas, shu ishga bino o'tsam da bormasam ya boldi saqam kashib ketdik qarang'uda qolmang. Degende vay aylanıp avarolsiz keşkiçe desem vay işinin bulmaydı o degen dep lan meni qaystayan dep lan birdenmede öýemni aldyga kep koydy. Şondan pulny manech bulup dedim itip etdim şona o akaş diye otoqlap maqulakka hoş dep rahmetlen itip ketken boldy. Men şu jayımda tuğanç 5 minut turup kaldım. Bu azgyny 30-40 minutun içinde bolup ketdi de bu işler. Şondan men qays qilgan yaxşılığımga müşta yaxşı adamdan uçuraydı manga 20 saatdan içinde yaxşı adamdan uçurap ketdi. Mädiga unuttum deyip çıkıp gelme öyden dep özüm gözüm hoşup kettim qaranglar. Hoşup şondan öy çıkıp da masopini taptım. Men bu yerden indemekçi desanglar. Her bir yurtdan bir şitaldan toqunun toqı çıkıdı. İniq çıkıdı. Meyli Qashqardan çıksın, meyli Guljidan çıksın, meyli Xotandan çıksın, meyli Ürümçiden çıksın, hamma yerden çıkıdı. Çünkü baş parmak tang emas. To'g'ri. Lekin şu bir ishga adamning şu taqatgan gaplarga ishinib, yaloqchi bijimi qiladi, dallal gap to'shiydi, anadagi nadan gapni taqtidi degan gap bor. Ash gaplar ishinib, ha Guljilik Qashqarlik manda debdi, ha Qashqarlik Guljilik manda debdi deb bir taraf qarmas qilgan chin jurkimda umid qilma. Endi bundan semi maqsad Guljilik vaqt 2 oy bo'la bo'lmasda Guljilikning depini chalg'ab ketdi demanglar. Men Guljilik kelib bundan ishlarni deb kelsam, san salaksiz, men yordam qilib nurg'un. Şunçilik qalbim illib ketgan yerlar bor. Hamda qag'ini bara o'zlishimizga, Guljidim shunchalik esil odamlar bor. Qashqardim shunchalik esil odamlar bor. Guljiliklar hargiz tinib olmaydi. To'g'ri. Lekin shu kichikgina bir gap torda gap yetishib amaliyotda bir yakasa unda so'qashmaydi, lekin shu torda shundan işte pasif ta'sir beriglik. Endi o'zimiz janubluq to'g'ri, endi bizning Qashqar taraflarda unda gap yeshil tog' daryo sular yo'q. Asosan G'uljidijik. Shunlashqa Qashqarda ta'tillar bo'lsin, chiqroq sayat keladi. Shu vaqtlarda bir ishki G'uljilikning azroq bir degan gaplari unda ko'ngillar kelib ketib, unda nim qilib ketmasligini chin jurkimni umid qilmayman. Chunki har kim o'zining ochiqda o'zining ko'ngli tushgan bolning tillaydi u. Endi o'nchilik gaplar bo'lib turdi. Endi uningga yamishib Qashqarliklar uni deb unda demasligini chin jurkimni umid qilmayman. Biga o'zimchilik, vatanparvarlikimni tutib ketib, men gaplarni deb ketib borman. Shunlashqa bo'lsam, gaplarimni to'g'ri tushunishini umid qilaman. Men ishki jutni shunchalik inoq uchun umid qilmayman. Chunki men ishki jutni tang laylab yurayman. Ishki jutga inoq o'smam shunchalik xush olayman. Shu bit bo'lsin hamda jiq gaplarni qilmoqchi edim, lekin vaqtimni olib qo'ymaslikni qaror qildim. Qag'ini har kim hamda o'zining o'ylig'ini bo'yicha, kalas bo'yicha o'ylaydi. Qanday gapinglar bo'lsa piyincha qoldirib qo'ysanglar bo'ldi. Hammamiz tang ko'ramiz. Ham sizlarni inkos rayonida saqlayman. Mushu banada yana bir gapni devasam. Men mush G'uljik kelib qo'lning oqid ishlaganlarga chin jurkimda rahmat aytayman. Meni musofir ko'rib, yot ko'rib, ishlimiz yo'q ko'rib, qo'lning oqid ishtirib etganlarga chin jurkimda rahmat aytayman. Rahmat sizlar bo'lmagan bo'lsanglar, mening hozir qaysarlikim bo'lmaydi. Yana birga tanishqinimiz bir oy bo'lmay, 2-3 oy bo'lmay, bir yil bo'lmay turib, meni o'z qarindoshda ko'rib, voy nimankam, nimiging ba, nimish qilib beray, nagi bag'ingga deb turib, shunchalik do'stlikni, qarindoshlikni yetkazib atganlarga chin jurkimda rahmat aytayman. Rahmat. Mayli G'uljiga to'y qilish sababdan kelib qolgan bo'layli va yoki İşler sebebden kep qalgan bo'laylim. İş qilib musofirlik hech kimga oson emas. Hamma ishlar barobar yaxshi bo'lib ketadi. Odam yaxshi odam uchraydi, nachar odam uchraydi. Bu bir haqiqat. Shunga ashbet bo'lishini umid qilmayman sen. Zopirimdan qalayimqan ketgan yerlar o'z kesib deb qabul qilib anglashinglarni umid qilaman. Qag'ini ham minglarni penichi saqlayman, vaqtinglarni ep qo'ymay, degan so'zlaringni mishagchi bo'lsin. Qag'ini seni penichi saqlayman. Cho'qqim bir o'zinglarning o'ylig'ini 2 minut vaqtinglarni chiqarib penin qilib qo'yinglar. Qandaroq o'ylaysizlar mush to'g'riliq men bir ko'rib baqay. Billahi bahrilayli. Amsa hammalarning ishlaringlar qutuq, omad, yar bo'lsin, mayli qayerda bo'layli, nima ish qilayli, o'zimizning dilimiz ham yaxshi bo'lsa, uchraydigan edimizmi shunday yaxshi bo'ldi ekan. Amsa xayr xo'sh. Mush to'rda